Assalomu alaykum. Sintaksis mavzumiz davomidagi testlar. Which sentence is correct? Xo'p, qarab chiqamiz. Whom, her bular to'g'ri kelmaydi. Biz aynan isni qayerda joylashishini ko'rib chiqishimiz kerak. Indirect questionda word order o'zgaradi, ya'ni who is she bo'lsa I don't know who she is. Savol beryapti, uni indirectga o'zgartirsak is she isga o'zgaradi. Ya'ni to'g'ri javob B bo'ladi. Her bilan whom to'g'ri kelmaydi, CDni olib tashlaymiz. A, Bdan mana shu qoida bo'yicha Bni tanlayapmiz. Keyingisi complete the sentence. If I rich, I would travel the world. Demak, second conditionalda if past simple would verb 1, subjunctive moodda, ya'ni noreal vaziyatda I were ishlatiladi, was emas. Haqiqat bo'lmagan, ya'ni ehtimol juda past bo'lgan vaziyatlarda I were, he, she were, it were bo'lib keladi. Bunda tarjimasiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Hech qachon I bilan will ishlata olmaymiz. Tushunarli? Odatda mana shu would bilan bu yoqda o'tgan zamon keladi. Bu ikkalasi qolyapti bizda. Mana bu ikkalasini biz chiqarib tashladik. B bilan D ni, A bilan C qolyapti. Buni tarjimasiga qarab, norealligiga qarab biz were ni olyapmiz.